kechiramiz, muxlislarimiz. Biz bugun ayni damda navbatdagi tabriklarimizni shu xonadonning eng aziz insonlari, ya'ni qadri buzrukkorlari Ruslan akamiz shukronlik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun, qolaversa turmush o'rtoqlari Gulnur opamizni ham bugungi ayyomlari bilan xursand qilish uchun farzandlari birinchi navbatda Jasmina Oy, qolaversa Asal nomlaridan Sevdo hamda Artur farzandlari nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Ajoyib sovg'alar, ajoyib barcha yaxshi tilaklarimiz ikkala qalb sohiba sohibalari uchun qanday. Ruslan akamiz hamda turmush o'rtoqlari Gulnur opamizni taklif etamiz. Chiroyli qarsaklar. Albatta yana bir bora assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Bu mening oram tabrik agentligining mana shunday chiroyli bir fayzli xonadonga tashrif buyurishning asl sababi bugungi tug'ilgan kun sohibi bo'lgan Ruslan akamizlar. Assalomu alaykum. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Biz sizni bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan, shukronlik kuningiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi, sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimizni. Kimlar nomidan tavakkal qilib ko'ramiz. Yaqinlar ko'p ekan, mana ko'rib turibmiz. Endi birinchi navbatda bunday ishlardan katta qizim Jasmindan chiqadi. Qolganlari ergashalik. Turmush o'rtog'ingizchi? Bu kecha tabriklovdi. Oldinroq tabriklagan hamda albatta birinchi navbatda sizni turmush o'rtog'ingiz nomlaridan, undan tashqari esa o'zingiz topganingizdek jondan aziz farzandingiz, sevimli qizalog'ingiz, to'ng'ich farzandingiz Jasmina Poshsho, undan tashqari Asal, Sevdo, Artur nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Tamomiy qarsaklar. Albatta Ruslan aka ayyomlar muborak bo'lsin, shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Biz kelishimizdan oldin bir muddat ya'ni Jasmina Poshsho bilan suhbatlashdik, gaplashdik. Jasmina xon bilan gaplashganimizda bugun kimni tabriklaymiz, kimni tavallud ayyomlari, siz juda ham tashkilotchi qizsiz, bugun kimni xursand qilamiz desam, Jasmina Poshsho aytdilarki, opajon, bugun siz meni davlatimni, bugun siz meni suyangan tog'imni, bugun siz meni kaftlarda duoda bo'lgan, qolaversa bizni baxtimiz uchun, kamolimiz uchun, kelajagimiz uchun kecha-yu kunduz harakatda bo'lgan, halol mehnatda bo'lgan, qolaversa farzandlari uchun jonini berguvchi, o'zlarini fido qiladigan eng aziz insonimiz dadajonimizni tabriklashga borasiz dedilar. Albatta dadajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, qanday so'zlar bilan muborakbod etaylik desam, qizingiz, farzandlaringiz aytishdiki, bizni dadajonimizni dunyodagi eng chiroyli so'zlar bilan xursand qiling. Bizni dadajonimizni dunyodagi eng shirin so'zlar bilan xursand qiling. Chunki biz dadajonimizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Chunki bizni ota-onamiz hali unchalik yoshimiz ulg'aymagan bo'lsa-da, lekin biz bilamiz, barchasini qadrlaymiz. Biz uchun qilayotgan mehnatlari, chekayotgan zahmatlari. Chunki ota-onamiz biz uchun, o'zlari uchun ozmuncha tuyular, lekin biz uchun katta yo'llarni bosib o'tyaptilar. Halol mehnat qilyaptilar. Hech kimdan kam qilyapti desak, biz xato qilgan bo'lamiz. Bizni bugungi chiroyli bir ayyomimizda, chiroyli bir shukronlik kunimizda dadajonimiz yuzlarida tabassum ko'rsak, u kishini xursand ko'rsak, biz o'zimizni baxtiyor sanaymiz deyishdi. Bizni niyatlarimiz juda ham katta, hali yoshmiz. Inshaalloh nasib etsa ota-onamizni haj safarlariga, Baytullohlarni ziyorat qildirish niyatimiz bor. Biz va'da beramizki, ota-onamizga ular o'ylagan, ular orzu qilgan, ular ishongan farzandlar bo'lib ulg'ayamiz va ishonchlarini oqlaymiz. Hech qachon ota-onamizni yuzini yerga qaratmaymiz. Ular nimaniki niyat qilgan bo'lsa, barchasiga erishtirishga tayyormiz dedilar. Dadamning shukronlik ayyomlari-yu, lekin ayajonimni ham xursand qilasiz opajon deb iltimos qildilar. Chunki dadajonimning yonlarida qanot bo'lib turgan,
hamma narsaga o'zlari bosh qosh bo'lgan. Dadam bosh bo'lsa, oyijonim bo'yin bo'lgan. Har bir ishda oilani past baland damlarda ham arabani bir xil tortgan ota-onam bo'ladilar. Bugun rahmat aytmoqchimiz, ularni xursand qilmoqchimiz, yuzlarida tabassum ko'rmoqchimiz. Shu sabab birinchi navbatda agar ayijonim kulib tursalar, dadam kuch-quvvat oladilar. Doim bilamiz biz dadamizning xarakterini. Albatta, oyijonimning kulgulariga sabab bo'ladigan chiroyli bir guldastlar uzatasiz opajon dedilar. Uni ham dadajonimning qo'llariga topshirasiz. Ayijonimni xursand qilsalar, yuqorida chiroyli bir tilaklarimiz qatorida aytib o'tdik. Baytullohlarni ziyorat qildirib, hoji otalarim, hoji onajonlar qatoriga qo'shish niyatimiz bor dedilar. Shu sabab dadajonimga ham Alloh taolo nomlari zikr etilgan. Qolaversa, payg'ambarimiz nomlari zikr etilgan ajoyib suvenirlarni taqdim etasiz dedilar. Eng birinchi navbatda oyijonlari uchun chiroyli bir guldastlarni dadajonlarni o'zlari o'z qo'llari bilan topshiradilar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Olamda ikkiz yagonim ajoyib sovg'alar. Marhamat, Ruslar akamizni telefon takliflari chiqarganlar, yuzlardan o'pib, akamlar tabriklab qo'yishingiz mumkin. Otajonim, mehribonim, birgalashib kuylaymiz. Otajon. Tabriklaymiz, mana shunday gulduros qarsaklar siz uchun Ruslan aka. Biz yuqoridagi chiroyli bir tilaklarimiz qatorida tilak bildirish mobaynida biz shu narsaga amin bo'ldikki, biz telefon orqali Jasmina oy bilan ham telefonlashib, gaplashib, suhbatlashib turamiz albatta. Jasmina poshsho qolaversa, boshqa qizlaringiz sizlar orzu qilgandek aqlli, dono qolaversa, ota-onasiga mehribon qizlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu tarbiya ortida ota-ona turibdi albatta. Bu katta baxt ota-ona uchun. Bugungi chiroyli bir ayyomda, chiroyli bir kunda farzandlaringiz yana bir narsani aytishdiki, dadajonimizni ko'zlariga qarab, yuzlariga qarab, biz dadajon sizni yaxshi ko'ramiz degan so'zni juda ham ko'p ishlata olmasmiz. Dadamiz bo'lganligi sabab albatta andisha qilamiz. Shu sabab aytolmagan so'zlarimizda she'r qilib misralarga tushirganmiz. Dadajonim ruxsat bersalar o'qib bering opajon deb iltimos qilgandilar. Mayli o'qib bersam, marhamat. Topilmaydi bilaman dunyoda sizday odam. Sizga havas qilaman hammadan zo'r siz dadam. Davringizda zo'r o'sdim. Bo'lmadi hech kim do'stim. Mening ishongan do'stim. Hammadan zo'r siz dadam. Mehribon, keng himmatim. G'ururim, beminnatim. Yuzi nurli davlatim. Hammadan zo'r siz dadam. Oilamiz g'amxo'ri, savlatingiz uy to'ri. Yo'q menga sizdan zo'ri. Hammadan zo'r siz dadam dedilarda, barcha farzandlaringiz bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborak bo'lsin. Baxtim uchun bor bo'ling dadam. Avvalo hammalaringizga rahmat. Shu mana shunday tashkil qilgan meni go'zal qizim Jasminga ming rahmat. Lekin mana shu Jasminni mana shunday zo'r hammadan ortiq ko'radigan otasi bor. Mana meni otam, ana shu otani otasi bor. Avvalo otam sog' bo'lsin, onam sog' bo'lsin, 100 ga kirsin. 100 yoshida meni tug'ilgan kunimni otam bilan onam qilib bersin. O'g'lim, sen ham bizlarga o'xshab 100 ga kir deb niyat bildirsin. Ilohim, ana shu zo'r otani otasi uchun bir qarsaklar. Rahmat hammalaringizga. Dada, jonim dada. Otajonlarimiz sog' omon bo'lishsin. Yuqoridagi chiroyli bir farzandlar tilaklaridan tashqari Ruslan aka, turmush o'rtog'ingiz haqida gapirmadik hali. Turmush o'rtog'ingiz alohida tabriklab o'tdilar. Ya'ni meni nomimdan rahmat aytasiz.
Chunki biz ikkalamiz bugungi chiroyli bir ayyomda nafaqat turmush o'rtog'imni tug'ilgan kuni, xuddi o'zimniki singari xursandman bugun. Chunki yillar o'tib turmush o'rtog'imning yoshlariga yosh qo'shilgan bo'lsa-da, lekin har bitta bosib o'tgan qadamimizda biz quvonch qolaversa, mehrni lazzatini totdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki shirindan shakar farzandlarimiz bor. Hayotimiz baxtli hayotda yashayapmiz. Barchasi oldimizda. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, turmush o'rtog'im bilan birgalikda erishdik. Barchasiga turmush o'rtog'imning borligi sabab. Biz doimo suyanamiz, ishonamiz va dunyoda eng zo'r turmush o'rtoq hamda farzandlarimning eng yaxshi ishongan tog'i deb ayta olaman dedilar. Albatta sizlarga rahmatini izhor qilgan holatda yana bir narsani aytdilarki, o'sha kuni mikrofonni menga ham berasiz. Yillar davomida ayta olmagan muhabbat izhorlarimni, sevgi izhorlarimni o'sha kunda bildirmoqchiman. Hammaning ko'z o'ngida. O'zlariga aytsam ishonmaydilar deb aytib o'tdilar. Albatta mikrofonni turmush o'rtog'ingizga beramiz. Albatta chiroyli bir tilaklar bilan tabriklamoqchiman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Rahmat tashrif buyurganlar uchun. Turmush o'rtog'im tug'ilgan kun ekan, yuzlarga kirsin. 100 yoshda ham birga shunday turaylik ikkovimiz. Tabriklaymiz. Mana shunday kulguga, mana shunday baxtga hech qachon ko'z tegmasin, ko'zlar tegmasin. Mana shunday quvonchli farzandlarni ardog'ida bo'lish har bir ota-onaga ham nasib etmaydi. Bugun sizlar farzandlar ardog'idasiz. Alhamdulillah. Mana shunday kunlaringiz, yorug' onlaringiz, damlaringiz bardavom bo'lsin. Farzandlar ardog'i hayotingizni tark etmasin. Endi yana bir ajoyib sovg'amizdan oldin farzandlaringizga ham mikrofonni uzatmoqchimiz. Assalomu alaykum hamma yaqinlarimiz. Bugun dadajonimning tug'ilgan kuni. Dadajon umringiz uzoq bo'lsin. Doim baxtimizga sog'ib bo'ling. Nasib bo'lsa bizni boshimizda turing doim. Albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, mana shunday chiroyli bir tilaklar qolaversa, chiroyli sovg'alardan keyin yana bir ajoyib sovg'a tanlaganlar farzandlaringiz. Ya'ni ular aytishdiki, ota-onamiz bilan birgalikda hayotimiz shirinlikdek shirin, mazali, totli bo'lsin dedilarda, eng shirin, mazali shirinliklarini tortlarni maxsus sizlar uchun tayyorlashgan. Marhamat shirinlikdan olib kelamiz. Ikimizni bugungi ayyom bilan tabriklamoqchi bo'lganlari bormi? Jigarlari, yaqinlari, marhamat. Singillarini taklif etamiz. Marhamat yo'llayga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonjonlar. Mana bugun akajonim tug'ilgan kuni ekan, yuzlarga kirsin. Ilohim hamisha xalqning xizmatida bo'ling akajonim. Bolalaringiz baxtli, ota-onam baxtliga hamisha sog' bo'ling. Shularda ardog'ida bo'lib, bosh bo'lib yuring. To'ylar qilib, bolalaringizni huzur halovatini ko'ring. Ilohim sizlarga Albatta yana bir bora Ruslar aka bugungi ayyomlar shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Farzandlar nomidan, oilangiz nomidan yana bir bora tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlar bardavom bo'lsin. Doimo yaxshi kunlaringizda kelib xizmat qilish bizga ham nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.